Uyingizda yosh, bo'lajak geniy farzand o'sayotganini 5 belgisi. Agar o'z bolangizda hech bo'lmasa 3 belgini sezgan bo'lsangiz, sizni tabriklayman. Birinchi belgi, u juda ham ko'p gapiradi. Bu uning miyasi tez rivojlanayotganidan darak beradi. Har bir berilgan savol yoki ko'p gapirilayotgan gaplar uni o'ylab gapirishga harakatlantiradi va xayolidagi narsani chiqarib berishga undaydi. Ikkinchi belgi, u joyda o'tira olmaydi. Bola to'xtash nimaligini bilmaydi, yuguradi, sakraydi va o'ynaydi. Uni darhol to'xtatishga urinmang. Bularning hammasida u tanasini o'rganadi, o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. Uchinchi belgi, u tushlikda uxlamaydi. Bu odat o'jarlik emas. Bu boshqa bolalarga qaraganda unda quvvat ko'pligidan darak beradi. To'rtinchi belgi, u stol atrofida o'tira olmaydi. Ha, bu mashaqqat bo'lishi mumkin, lekin qiziqish, tadqiq qilish istagi yorqin kelajak belgisidir. Beshinchi belgi, u tez yig'laydi. Bu nimjonlik emas, bola chuqur his qiladi. Boshqalarning muammosini o'zida his qilib ko'radi. Vaqt o'tishi bilan u insonlar bilan tez chiqishga o'rganadi. Ushbu belgilarning nechtasini o'z farzandingizda ko'rdingiz? Buni kommentariyada yozib qoldiring.